Hurmatli talabalar va tinglovchilar, men Central Asian Medical University Xalqaro tibbiyot universiteti tibbiy va biologik fanlar kafedrasi assistenti Komil Shohmirzo bo'laman. Histologiya fanidan dars o'taman. Bugungi mavzumiz tog'ay to'qimasi. Biz histologiya fanini o'rganayotganimizda tasavvur degan narsani ozgina shakllantirib olishimiz kerak. Men hozir imkon qadar darslarga tushuntirib beraman. Sizlar ham o'zlaringizdan shu har bitta bo'ladigan narsani tasavvurda ozgina singdiringlar. Masalan, tog'ay to'qimasi. Tog'ay to'qimasi jamiki to'qimalarga o'xshab turib, u ham o'z navbatida ikkita qismdan tashkil topgan. Birinchi, tog'ay to'qimasining hujayralari bor, ikkinchisi tog'ay to'qimasining hujayralararo moddasi bor. Tog'ay to'qimasining hujayralarini o'rganayotganimizda, asosan tog'ay to'qimasida 3 xil hujayra borligi farqlanadi. Birinchisi xondroblastlar, ikkinchisi xondrotsitlar va uchinchisi xondroklastlar. Hujayralararo moddalarga to'xtaladigan bo'lsak, hujayralararo moddalarni ham o'z navbatida ikki bo'lib o'rganamiz. Bularga kirib ketadi tolalar va amorf moddalar. Asosan tog'ay to'qimasida kollagen tolalar va elastikalardan tashkil topgan bo'lib, kollagen tolalarining birinchi va ikkinchi tiplari uchraydi. Bundan tashqari holatda ma'lum bir tog'aylar borki, ularda elastik tolalarni ham uchratishimiz mumkin bo'ladi. Endi hujayralararo moddasi asosan glikoproteinlar, proteoglikanlardan tashkil topganligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tog'ay to'qimasining vazifasi. Tog'ay to'qimasining vazifalari tayanch vazifasini bajarib beradi. Tayanch. Misol uchun aytaman. To'sh suyagi qo'rg'alar bilan o'zaro tog'ay bilan orqali bog'langan yoki bo'lmasam quloqlar tog'aydan tashkil topgan tayanch vazifasi yoki bo'lmasam bulut to'siqlari tog'aydan tashkil topgan tayanch vazifasi. Bundan tashqari holatda elastiklik vazifasini bajarib beradi. Bundan tashqari holatda bo'g'im hosil qilishda bo'g'im yuzalari asosan tog'aylardan tashkil topgan bo'ladi. Deformatsiyalarda va uzun maysimon suyaklarning o'sishida ishtirok etib beradigan vazifalarni tog'ay to'qimasi bajarib beradi. Endi tog'ay to'qimasini kimyoviy tarkibiga keladigan bo'lsak, kimyoviy tarkibi 70-80% suv, 10-15% organik moddalar va 4-7% mineral tuzlardan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin. Mineral organik moddalar ham o'z navbatida oqsillar, lipidlar, glikozaminoglykanlar va proteoglikanlarga bo'lib turib o'rganamiz. Biz histologiyani o'tganimizda hamma to'qimaning histogeneziga e'tibor berdik. Yoki masalan biz buni differensirovkasi dedik, takomillashish dedik. Xo'p, tog'ay to'qimasining histogenezi qanday bo'ladi? Histogenez. Tog'ay to'qimasi ham hamma biriktiruvchi to'qimalarga o'xshab o'z navbatida mezenximadan shakllanadi. Mezenximadan. Mezenxima taraqqiyot davomida o'zak hujayraga aylanadi. O'zak hujayra. O'zak hujayra yana taraqqiy etib turib, yarim o'zak hujayraga aylanadi. Yarim o'zak hujayralar o'z navbatida prexondroblastlarga, prexondroblastlar o'z navbatida xondroblastlarga va o'z navbatida oxirida xondrotsitlarga keladi. Histogenez nima edi? Histogenez bir ona hujayradan taraqqiy etgan hujayralar yig'indisi. Masalan, bir ona hujayra mezenximadan taraqqiy etyapti. Mezenxima bu biriktiruvchi to'qimalarning haqiqiy onasi hisoblanadi. Har qanaqa biriktiruvchi to'qima borki, ularning hammasi mezenximadan shakllanadi. Mezenxima o'z navbatida o'zak hujayraga aylanyapti. O'zak hujayra nima? O'zak hujayra bu ixtisoslashmagan hujayra. Biz buni sizlar bilan juda ko'p ko'rib chiqdik. Agar o'zak hujayrani ma'lum bir muhitga eksam, undan tish hosil bo'ladi. Agar o'zak hujayrani ma'lum bir muhitga eksam, undan tog'ay hosil bo'ladi. Bu o'zak hujayra. Undan keyin yarim o'zak hujayra. Yarim o'zak hujayra ixtisoslashayotgan hujayralar qatoriga kiradi. Keyingisi prexondroblast. Prexondroblast hujayralari bu tog'ay to'qimasini eng boshlang'ich mikroskop ostida aniqlay olish mumkin bo'lgan hujayralar hisoblanadi. Undan keyingisi xondroblast hujayralari va oxirgisi xondrotsit hujayralari. Biz hozir sizlar bilan har bittasini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchi mezenxima hujayrasi. Mezenxima hujayrasi shakl jihatdan yumaloq, kichik hujayra bo'lib, ularning tolalari mavjud bo'ladi. Kattaligi 20 mikrometrgacha. Ba'zi bir hollarda 12 yoki 16 mikrometrliklarni ham uchratishimiz mumkin bo'ladi. Mezenxima hujayrasini yadrosi yumaloq markazda joylashgan, organoidlari kuchsiz rivojlangan hujayra hisoblanadi. Bu hujayra o'zining tolalarini, shokilalarini tashlab turib o'zak hujayraga aylanadi. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Mezenxima hujayrasi ham mitoz suvda bo'linish qobiliyatini saqlab qoladi. Keyingisi o'zak hujayra.
o'zak hujayra shakli jihatdan limfositlarga o'xshagan yumaloq shakldagi hujayra bo'lib, yumaloq yoki ovalsimon, gavyasimon shakldagi yadrosi markazda joylashgan. Organoidlari juda kuchsiz rivojlangan. Faqatgina ribosomalar va peroksisomalarning ko'pligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'zak hujayraning diametri 7-8 mikrometr. O'z navbatida mitoz usulida bo'linish qobiliyatiga ega bo'lgan hujayra hisoblanadi. Endi o'zak hujayra ixtisoslashish natijasida yarim o'zak hujayraga aylanadi. Yarim o'zak hujayra ham o'zak hujayraga o'xshash, faqatgina ixtisoslashganligi bilan o'zak hujayradan farq qiladi xolos. Shakl jihatdan, tuzilish jihatdan bir xil, faqatgina takomil etganligi bilan farq qiladi. O'zak hujayra ma'lum vaqt o'tgandan keyin prexondroblastlarga aylanadi. Prexondroblastlar shakl jihatdan ipsimon yoki duksimon ko'rinishdagi hujayralar bo'lib, markazda joylashgan ovalsimon yoki ipsimon shakldagi yadrosi va juda kuchsiz rivojlangan organoidlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu hujayra asosan periferiyada joylashadi. Masalan, doskani tog'ay deb oladigan bo'lsak, asosan periferiyada joylashadi. Periferiyada. Bundan tashqari holatda prexondroblast hujayrasida organoidlar kuchsiz rivojlanganligi uchun sintez jarayonlari sekin kechadi. Sintez qiyin bo'ladi. Bu hujayra mitoz usulida bo'linib ko'payib, xondroblast hujayralarga aylanadi. Xondroblast hujayralari yaxshilab e'tibor beringlar. Shakl jihatdan dumaloq yoki ovalsimon shakldagi hujayra bo'lib, yadrosi yumaloq yoki ovalsimon markazda joylashgan bo'ladi. Xondroblast hujayralarida hamma organoidlar kuchli rivojlangan bo'ladi. Kuchli rivojlangan. Ayniqsa xondroblast hujayrasida juda kuchli rivojlangan endoplazmatik to'rlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xondroblast hujayrasi ham o'z navbatida mitoz usulida bo'linib ko'payadi. Mitoz usulida. Xondroblast hujayrasi asosiy sintez qiladigan hujayra bo'lib, asosan mana hujayralar aro moddalarni sintezlab beradi. Hujayralar aro moddalarni. Xondroblast hujayrasining ham joylashgan joylari asosan periferiyada joylashadi. Bu hujayralar har doim yakka tartibda joylashadi. Yakka tartibda. Bu xondroblastlar mitoz usulida bo'linib, markazga qarab kirib borgan sari o'z navbatida xondrotsitlarga aylanadi. Xondrotsitlar shakl jihatdan yumaloq yoki ovalsimon shaklda, yadrosi yumaloq yoki ovalsimon markazda joylashgan, organoidlari juda kuchli rivojlangan hujayralar hisoblanadi. Bular asosan markazda joylashganligi bilan xondroblastlardan ajralib farqlanib turadi. Yadrosini ko'rganingizda yadrosining tarkibida bir dona yoki bo'lmasa ikki dona yadrocha borligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xondrotsitlar ham sintez jarayoni juda kuchli kechadigan, mitoz usulida bo'linib ko'payish qobiliyatiga ega bo'lgan hujayralar hisoblanadi. Bundan tashqari hududda hujayra qobig'ini elektron mikroskopda ko'rganingizda mikrovarsinkalardan tashkil topganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bular o'z navbatida xondrotsit hujayralar. Bular asosan sintez qilish qobiliyatiga ega bo'lgan hujayralar. Endi e'tibor beringlar. Xondrotsit hujayrasi ikkita turli farqlanadi. Ikkita turi. Birinchi turi yosh xondrotsit hujayrasi. Ikkinchi turi esa qari xondrotsit hujayrasi. Yosh xondrotsit hujayrasi yaxshilab e'tibor beringlar. Hujayralar aro moddasi suyuq holatda va o'z navbatida hujayrada sintez jarayonlari juda kuchli kechadigan bo'lsa, bular o'z navbatida yosh xondrotsitlar hisoblanadi. Ikkinchisi qari xondrotsitlar. Hujayralar aro moddasi qattiqlashgan, zichlashgan va sintez jarayonlari sekinlashgan bo'ladigan bo'lsa, bunday hujayralar qari xondrotsit hujayralar hisoblanadi. Hujayra markazda, periferiyadan markazga o'tgan sari qari hujayralar soni ortib, yosh hujayralar soni kamayib borish holatlari kuzatiladi. Tog'ay to'qimasi. Oziqlanishga keladigan bo'lsak, tog'ay to'qimasini ichiga hech qachon qon tomirlar, nervlar, limfa tomirlari botib kirmaydi. Tog'ay to'qimasi o'zini ichiga botib kirgan qon tomir, nerv, limfa tomirlaridan oziqlanmaydi. Tog'ay to'qimasining oziqlanishi tog'ayda ustini o'rab turgan parda, ya'ni perixondr orqali amalga oshiriladi. Perixondr. Tushundira oldimmi? Tog'ay hech qachon qon tomirlar bilan, nervlar bilan yoki bo'lmasa limfa tomirlar bilan ta'minlanmagan.
tog'ay hujayralarining oziqlanishi tog'ayning ustini o'rab turgan parda perixondr orqali amalga oshiriladi. Perixondr nima? Perixondr tog'ay usti parda hisoblanadi. Perixondr o'z navbatida ikkita qismdan tashkil topgan bo'ladi. Ikkita qismdan tashkil topgan. Perixondrda periferiya tashqi tomonida joylashgan zich tolali biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan qon tomirlariga bor qavati bo'lsa, ichki tomondagi qavati esa bu hujayraviy qavat bo'ladi. Hujayraviy. Endi mana shuni perixondrni mana bu yerga chizamiz. Birinchisi, perixondr tashqi tomondagi qavati zich tolali biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan. Asosan perixondrda kollagen tolalar bo'ladi. Mana shu kollagen tolalar. Kollagen tolalar zich va bir tomonga tartibli yo'nalgan bo'ladi. Kollagen tolalar ustki tomonda juda ko'plab qon tomirlar, limfa tomirlari va o'z navbatida nervlar joylashgan bo'ladi. Endi ikkinchi qavat bu hujayraviy qavat. Hujayraviy qavat ham o'z navbatida kollagen tolalardan tashkil topgan bo'lib, mana shu kollagen tolalarning orasida joylashgan biz ko'rishimiz mumkin prexondroblast hujayralarini mana ipsimon shaklda, yassimon shaklda va bu joyda ko'rishimiz mumkin biz o'z navbatida xondroblast hujayralarini. Bular hammasi yakka holatda joylashgan bo'ladi. Xondrotsit hujayralari o'z navbatida izogen gruppa hosil qilib, izogen gruppada 2 dan 8 tagacha hujayralar o'zaro juft bo'lib joylashgan bo'ladi. Bularni hozir ko'rib chiqamiz. Mana. Endi prexondroblast, perixondr bularning vazifasi tog'ay to'qimasini oziqlantirish vazifasini bajarib beradi. Qon tomirlar orqali oziq moddalar perixondrga diffuziya yo'li orqali o'tadi. Endi tog'ay to'qimasi diffuziya yo'li orqali oziqlanganligi uchun, uni ichiga qon tomirlar, nervlar botib kirmaganligi uchun tog'ay to'qimasining chegarasi biroz qisqaroq bo'ladi. Unda ma'lum bir chegara qo'yilgan bo'ladi. Sabab nima? Sabab eng oxiridagi hujayralarda oziqlanish sust bo'lib qolmasligi uchun ular ma'lum bir chegarada, ma'lum bir qalinlikda joylashgan bo'ladi. Xo'p, perixondr oziqlantirish vazifasidan tashqari perixondrning yana bitta vazifasi bor. Bu vazifasi o'z navbatida regeneratsiya qilish vazifasini bajarib beradi. Regeneratsiya qilish. Tog'ay to'qimasi yallig'landi. Yallig'langan tog'ay to'qimasining qayta tiklanishi o'z navbatida perixondr orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari holatda perixondrning vazifasi tog'ay to'qimasini o'sishini ham ta'minlash vazifasini bajarib beradi. Tog'ay to'qimasi perixondr orqali o'z navbatida o'sadi, qalinlashadi, qattiqlashadi. Xo'p, izogen gruppa nima degani? Izogen guruh degani bir ona hujayradan tarqalgan hujayralar yig'indisi degani. Izogen gruppani asosan xondrotsit hujayralari hosil qiladi. Izogen gruppada 2 donadan 8 donagacha hujayralar mavjud bo'ladi. Masalan, buni xondroblast hujayrasi edi. Xondroblast hujayrasi mitosunda bo'linib ko'payib, xondrotsit hujayrasini hosil qildi. Ikkita xondrotsit hujayrasi. Bu xondrotsit hujayralar o'zidan kollagen tolalar, elastik tolalarni ishlab chiqarib, atrofiga tarqatishni boshlaydi. Mana, ishlab chiqaryapti. Bundan tashqari holatda bu hujayralar o'zlaridan hujayralar aro modda, protoglikallarni ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu protoglikallar ham butunlay tarqaladi. Bu hujayralar mitosunda bo'linib ko'payadi. Mitosunda bo'linib ko'payganda ikkalasidan 4 ta hujayra hosil bo'ldi. 4 ta hujayra bir-biridan ajralib uzoqlashib keta olmayapti. Sabab nima? Sabab ular o'zlari sintez qilgan kollagen tolalarining orasida joylashib qolyapti. Bunday gruppalarni o'z navbatida 2 tadan 8 tagacha bo'ladi va biz bunday gruppalarni izogen gruppalar deb ataymiz. Xo'p, tog'ay hujayrasini ichki tomoniga qon tomirlar va nervlar botib kiradi. Nervlar emas, qon tomirlar tog'ay hujayrasining ichiga botib kiradi. Lekin tog'ay to'qimasi o'zini ichiga botib kirgan qon tomirdan hech qachon oziqlanmaydi. U faqatgina perixondr orqali diffuziya yo'li bilan oziqlanadi. Tog'ay to'qimasining ichiga limfa tomirlar, qon tomirlar botib kiryapti, lekin u botib kirgan qon tomirdan oziqlanmayapti. Bu xususiyat tog'ay to'qimasini bemalol birinchi organizmdan ikkinchi organizmga ko'chirib o'tkazish asosiy xususiyatini beradi. Nima uchun? Organizmdagi himoya omillari, makrofaglar, limfatsitlar bu tog'ay to'qimasining ichiga kira olmaganligi uchun
Bu tog'oy to'qimasini ko'chirib o'tkazganimizda inson organizmiga hech qanday reaksiya bermaydi. Shuning uchun tog'oy to'qimasini bir insondan ikkinchi insonga ko'chirib o'tkazish hech qachon muammo tug'dirmaydi. Bu o'z navbatida tog'oy to'qimasi haqida edi. Endi yaxshilab e'tibor beringlar. Tog'oy to'qimasi joylashgan joyi, ya'ni lokalizatsiyasiga ko'ra va o'z navbatida hujayralar aro moddalarining tuzilishiga ko'ra 3 turdagi tog'oy to'qimasi farqlanadi. Nimasiga qarab ekan? Birinchisi joylashgan joyi, lokalizatsiyasiga ko'ra va o'z navbatida hujayralar aro moddalarining xususiyatiga ko'ra 3 xildagi tog'oy to'qimasi farqlanadi. Bu tog'oylar o'z navbatida gialin tog'oylar, evazik tog'oylar va qorali tog'oylardan tashkil topgan bo'ladi.